Pillakorlarimizning bir oylik mehnati ortda qolib, yilning dastlabki hosili terib topshirilmoqda. Bog'ot tumani bo'yicha 275 tonna pilla xirmonini yaratish rejalashtirilgan. Jarayonlar muxbirimiz lavhasida. Joriy yil Bog'ot tumani bo'yicha 4595 quti ipak qurti parvarishi olib borildi. Bu 275 tonna pilla degani. Joriy yil mavsumda 96 ta fermer xo'jaligi hamda 1500 dan ortiq kasanachi bilan shartnoma qilindi. Har bir pillakor nafaqat shartnoma rejasini uddalashga, balki undan ham ko'proq hosil topshirish harakatida mehnat qildi. Shular samarasi o'laroq Kumushtog'la ijodkorlari pilla topshirish punktiga yilning birinchi hosilini olib kelishmoqda. 1,5 gektar yerim bor. 5 quti novxon olaman. O'zim shartnomalarimni bajarib, yaxshi harakat etib turibman shu. Shartnomada qancha endi kilo? Shartnomada 300 kilo, 400 kilo beraman. 500 kiloga topshiraman deb niyat etib turibman. Bir oylik mehnatning mashaqqati ham yetarli, lekin buning gashti ham bor, a? Gashti zo'r. Men qiynalibman. Men joyning hamma tarafida addenni 100 metr etib novxon bog'atirgan joy solib qo'yibman. Xorazm Pilla Holding mas'uliyati cheklangan jamiyati Bog'ot tuman bo'limiga olib kelinayotgan pilla hosilining sifati, quruqligi nazoratga olingan holda taroziga qo'yilmoqda. Pilla shu yerning o'zida maxsus yashiklarga joylanib, qayta ishlash korxonalariga jo'natishga tayyorlanyapti. Tumanda bir yilda bir qancha mavsum ipak qurti boqish allaqachon tajribada sinalgan. Salkam 40 yildan buyon pillachilik sohasida mehnat qilayotgan Sultonboshi Rajabova bu borada o'z tajribalarini o'rgatib kelmoqda. O'tgan yil 6 marta boqildi ipak qurti. Yine bu yil rejamiz var. O'tgan yil 6 marta boqilgan bo'lsa, bu yil esa 8 marta boqamiz deb turibmiz. Hozir ipak qurtlarimiz yine 3-mavsumi boshlandi. Birinchi mavsum terib topshirib turibdilar. Ikkinchi, 3-mavsumi hozir boqib turibmiz. Shu rejamiz amalga oshadi degan niyatlarimiz bor. Ikkinchi boqishda 35 quti. 3-boqishda 25 quti boqib turibmiz. 22 ishchi xizmatchilar bor. Ipak qurti boqish uchun mana shunday barcha sharoitlarga ega qurtxonalar tashkil qilingan. Tashqarida havo harorati qanchalik baland bo'lsa ham, ichkarida ipak qurti uchun zarur bo'lgan harorat saqlanadi. Chunki barcha jarayon o'z me'yorida borsa, ipak qurtining ozuqani isrof qilmasdan yeyishi, yetilishi samarali kechadi. Bir oy qilingan mehnat natijasi pilla hosili bir joyga jamlanib, tumanning 275 tonnalik xirmonini yaratadi. Bu esa viloyatning 2515 tonnalik pilla xirmoniga qo'shiladi. Pilla nafaqat ipakchilik sanoatining muhim xom ashyosi, balki boshqa ko'plab sohalar uchun ham eng zarur xom ashyodir.